Assalomu alaykum va rahmatulloh. Kechqurganda bir voqeani ko'pdan beri yozmayman deb yurdim. Yozishga niyat qildim. Men ko'p aytaman shu sal ko'proq tilim to'xtamaydi-da. Shu birov o'tirdi deguncha darrov bu narsalarni nima qilib qo'yaman. Bir yozda edi. Bir akkaxon o'tiruvdi. Qanlar u yoq bu yoqlardan gaplashib, endi shunaqa gaplarni gapirib, o'zi bilmaydigan o istoriyalardan beri ochivordim. Shunaqa o'zi boshlab berdi. Bu yerda qiyin bo'lib qoldi, urushga hamma ketib qoldi, bo'ldi. Sizlarga ham hujjat masalasida anaqa deb boshlab berdim, keyin qolganini davom ettirib, bilmagan sirlarni ham ochib, o'zini millatidan o'zi xafa bo'lib ketadigan holatga keltirib qo'ydim chog'imda. Ancha bir ko'p gaplar o'tdi oradan endi. Ancha ekan, men seni tushunaman deb ketib. Съезд, поверните направо. Bizga ishga kirsangiz bo'lar ekan dedi. Sizlar chiroyli gapirib ketyapsiz. Asli qaytib ishlaysiz desam. Naql bir qizni do'stimga ko'rsatyapti. Yo'lda mamnun qilib qorab orqadan o'tkazgan qo'limdan naql qorab o'qiy olmadim. Qaytib ishlaydi, qanaqa kiyim u. Shu oxirida do'stimga shunday yopib tortayotganda FSB degan joyni o'qib qoldim. Yehosdan tomog'im qurib qolsa bo'ladi. Tilim qurib, suv kelmaydi. Bir gap desam, ya subhanalloh deb. Bir 2-3 sekund, bir 10 sekund emasdi endi. Oralig'ida soatimda qancha duolar bo'lsa, hammasini o'qib chiqdim. Bali 5-6 ta duoni bir vaqtda o'zida ichingizda teng o'qisangiz ham bo'lar ekan. Bunaqa ham bo'lib turar ekan. Xullas o'qib nima qilishni bilmay, hech kutilmagan narsa. O'zi shunda hali kulib, hamma gapirsa indamasdan ketishdan ichimda bir narsa aytib, "Cho'ta bu g'alati tinglayapti, sen ja qunt bilan tinglayapti, tinchlik mumkin" dedi o'zi. Indamasdan eshityapti-yu deb. Bu ota-bobolarimizni nimasini, alamlarini gapiraverib turibdi. Yo'yni keyin orada jimlik buzish kerak bo'lyapti. Nima qilsam deb tursam o'zingga keyin anaqa nima deydi? Xafa bo'lmas, anaqa. Ne переживай, anaqa hijolat olma deydi. Hijolat olma, men dedi, pensiyadan hali bunaqa narsalar dedi, ko'p bo'lib turadi deb dog'ib. Bir tomoni to'g'ri aytasan deydi. Haligi chog'imda menga o'xshagan hali ahmoqroq taksilarga ko'proq o'tirgan shekilli. O'zingga kelgan xafa bo'lmay, dedi men shunaqa endi xalqning ichidagi dard shu dedim. Shunaqa dedim. Sen kulib, nima qilib bo'ldi, ko'zini qismdan aylanib qolsam, ko'zini qismdan qilib bo'ldi, hali gapirmaydi bo'ldi. O'tib ketdi deganga o'xshab. Nima qiluvdi? Yana nima qilib ketaverdim. Shunaqa